Yusuf alayhisalom qamalganda u bilan ikkita yigit birga qamaldi. Va Yusuf alayhisalomning qamalgan kunidan boshlab u kishining fazilati, boshqalar oldidagi axloqi, odobi, fazilati ko'rindi. Hali ikkita yigit kunlarda birida tush ko'rdida kelishdi. Yusuf deydi, sen solih odamga o'xshaysan. Biz tush ko'rdik, shu tushimizni ta'bir qilganmisan? Qala ahaduhuma inni arani asiru khamra. Ulardan biri aytdi, men tushimda uzunni olib, ezib ana shu xamir qilyaptim, sharob ichimlik qilyaptim dedi. Ikkinchisi aytdi, va qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa rasi khubzan ta'kuluhu at-tayr nabbihu min ta'wilihi inna naraka min al-muhsinin. Ikkinchisi aytdi, men deydi, novoy bola bo'ladi. Boshimga sevatga solib nonni ko'tarib ketaysam, qushlar cho'qqa ekanligini ko'rdim. Shu tushimizni ta'bir qilib bermaysanmi dedi. Ya'ni bu yerda olamiz, tushdi faqat shunday bir so'zlar bor ekan, olimlarda faqat yaxshi odamlarga aytinglar degan ekan. Yaxshi tushda aytinglar deyishgan ekan. Yomon tushda aytmay qo'yinglar degan ekan. Lekin hujjat qilmaylar bu narsani. Kecha tushimda yomon narsa ko'rib qolsam, bugun bormayman. Ya'ni Yaqub Yusuf alayhisalom ularga javobi qanaqa bo'ldi? Da'vatdan boshladi. Ya'ni har bir inson o'zidagi eng qadrli narsasini tashqariga chiqarishni xohlaydi. Polvon o'zini kuchini gapirishni xohlaydi. Puli ko'p odam o'zini pulni bildirib turishni xohlaydi gapirgan gaplarida. Ya'ni siz uchun qadrli nima bo'lsa, siz uchun qadri baland bo'lgan narsa haqida gapirishni yaxshi ko'rasiz doim. Birov bilan o'tirsan, to'lka futbol haqida gapiradi. Birov bilan o'tirsan, to'lka shu tutgan balig'i bilan gapiradi. Endi musulmon odamda Allohning kalomidan boshqa gapirishlik u arziydigan narsa emas. Shunday emasmi? Xoyrul kalami kalomullohmi? Kalomlarda eng yaxshi Allohning so'zimi? Undan boshqa gapni gapirishga hojat ham yo'q. Yo Yusuf alayhisalom da'vatdan boshladi. Sizlarga hozir ovqat kelmasdan turib, qanaqa kelishligini aytib beraman dedi. Va o'zini tanishtirib ketdi. Albatta men dedi. Ana shu Allohga iymon keltirmaydigan qavmni tark qildim. Otalarim Ibrohim, Ishoqlar millatidaman. Oyat o'qimayapman, vaqtni tejashlik niyatida. Biz uchun Allohni qo'yib boshqalarga shirk etishlik lozim bo'lmas edi. Alloh taoloning bizga bergan fazli edi va odamlarga ham berilgan fazl edi, lekin insonlar juda ko'pchiligi bu fazlda shukrni ado qilmaydilar. Qamoqdosh do'stlarim, xilma-xil xudolar yaxshimi yoki yagona qahhor bo'lgan Alloh yaxshimi? Allohni qo'yib o'zingizlar nom qo'yib olgan boshqa ismlarga sig'inasizlarmi? Va ana shu o'zini kimligini tanitdi. Ibrohim alayhisolamning kimligi bu yerlarda ma'ruf va mashhur edi. Ya'ni o'zini Ibrohim alayhisolamning zurriyatidan ekanligini tanishtirdi va tushlarni ta'bir qilib berdi. Ya sohibay sijn, amma ahadukuma fayasqi robbahu khamra va amma al-akhar fayuslab fatakulu at-tayr min ra'si. Endi sen dedi. Sen chiqasan bu yerdan dedi. Yana ana shu xo'jayiningga, podshoyingga ana shu mayda quyib turasan, soqi edi u. Sen dedi, chiqasan, lekin seni osishadi, boshingdan terisidan kelib qushlar yeydi dedi. Shunaligi ikkinchi o'lish kerak bo'lgan odam atiga to'xtab, boshqacharoq ko'rdim deb turib haliga burmoqchi bo'lgan paytda quziyal amrullar defihi tastaftiyan. Sizlar fatvo so'ragan ish uchun hukm qilin bo'ldi. Endi bo'ladi shu narsa dedi. Endi bittasi chiqadi, bittasi qoldi. Endi chiqayotganga aytayapti. Va qala lillazi zanna annahu naji minkum uzkurna inda robbik. Sen chiqasan-ku podshoh oldiga. Shu chiqqaningda men tuhmat bilan o'tirganingni bir aytib qo'ygin, bitta yaxshilik qilgin. Shunda rivoyatlarda keladi shu bir ajib narsa. Subhanalloh. Jabroil alayhisalom kelgan, chiqib ketdi bu. Bu osilda o'zi qoldi. Kelyaptiki, Yusuf dedi, akalaringiz sizni o'ldirmoqchi bo'lganda, ularni bu fikrdan qaytargan kim edi? Desa Alloh dedi. Quduqqa sizni suvga tushirib yuborganda, toshni ustiga o'tkazib qo'ygan kim edi? Alloh dedi. Sizni qul qilib sotib yuborganda, vazirning uyida uni o'g'lidek katta bo'lishlikka imkon bergan kim edi? Alloh dedi. Ayollar sizga fitna bilan tashlanganda, bu fitnani siz boshidan ko'targan kim edi desa, Alloh dedi. Ha unda najotni nimaga boshqadan kutasiz dedi. Tushunarlimi? Alloh yaxshi ko'rgan bandasi xato qilganda tanbeh berib qo'yar ekan, takrorlama deb. To'ydi, uyda rizqini kim beradi? Boshqasinikini-chi. Shuning uchun rizq haqida g'am qilayotgan odam iymonida mana shunday teshik bo'ladi. Har qancha ko'p bo'lgan chog'da ham xotirjam yashamaydi. Chunki Allohdan boshqa narsaga suyanib qo'yapti. Puliga, akasiga, qaynotasining konteynerlariga va hokazolarga. Allohga suyangan kishi birodar oldida bo'ynini ham egmaydi. Allohga suyangan kishi birodan ta'min ham qilmaydi. Allohga tavakkul qilgan kishi birovga muhtoj ham bo'lmaydi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, Allohga tavakkul qilsa, bu odamning muammosini hal qilishlik Alloh subhanahu va taoloning zimmasida dedi. Allohga tanishingiz turgan bo'lsa, u yer yuzidagi tanishlaringiz pulingiz bilan borsiz, ishingizni bajarib beradi, to'g'rimi? Agar Robbingizga tanishingiz bo'lsa, Robbingizga bu suyanchingiz bo'lsa, bo'lmasa ham hal qilib beradi o'zi. Yo iymon keltirmaymizmi bunga?
Qushlarda tanish bilishi yo'q. Qushlarda bunaqa do'kan-po'kani yo'q, lekin tavakkal qilib uchib chiqib ketadi, albatta qonni to'q kelaveradi. Qushchalik bo'la olmaymizmi? Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na qalqonning g'amini yer. So'fa Alloh yaratadi. Allohga tavakkal qilgan odam qorin haqida g'am qilmasin, mehnat qilsin, harakatini qilsin, lekin natija haqida nima qilmasin? O'zi g'am qilmaslik o'zi bitta rohat emasmi? Nimaga ishlab yuribmiz? O'sha g'am bo'lmasin, qancha ko'p bo'lsa, g'am bo'lmaydi deb o'ylayapmiz-da, to'g'rimi? Ko'p bo'lgan sari g'am ko'payyapti. Demak, g'am bo'lmasligini o'zi bitta rohat. Yusuf alayhisolamga Alloh taolo ta'na qilyapti. Seni quduqdan kim qutqaruvdi? Men qutqaruvdim. Toshga kim o'tkazib qo'yuvdi? Men o'tkazib qo'yuvdim. Qul bo'lib ketganingda, vazirning o'g'lidek yashashligingga kim seni joylab qo'ygan edi? Alloh joylab qo'yuvdi. Ayollar tashlaganda fitnadan kim qutqaruvdi? Mo'jizani kim ko'rsatuvdi? Nimaga endi bitta odamga deydi, suyanasan deydi. Kim u? Shu qilgan ishi uchun vazirligi bolani esdan chiqib qoldi. 7 yil qolib ketdi qamoqda. Aytyapmiz, bandasini yaxshi ko'rsa, qilgan xatosiga o'rnida jazo berar ekan Alloh. Ya'ni takrorlama qaytib. Senga yarashmaydi bu. Bir xil odamni ko'ramiz. Bu odam kidab qilsa ham katta imonni cho'ryapti. Birovga zulm qilsa ham jin tegmayapti. Mashinasi ham buzilmayapti. Hamma yoq zo'r ketyapti. Bo'lmasa odamlarga qancha zulm qilyapti. Bilingki, Alloh yaxshi ko'rgan emas buni. Yaxshi ko'rgan bandasini tiyib qo'yar ekan. Davom etkizma bu narsani deb. Yusuf alayhisolam bir marta ana shu soqiy bolaga suyanishi bo'lib qoldi, Alloh taolo tanbeh berib qo'ydi. Ko'zimizni ochaylik. Xato o'tganda Alloh yaxshi ko'rgan bandalarni o'rnida iqob qiladi dedik. Uhud g'azotini eslaylik-da. Rasululloh 50 ta kamonchini Rumotga turgizib qo'yib, tushmanglar dedi. Biz yutsak ham, qirilib ketsak ham tushmanglar, mendan buyruq kelmaguncha dedi. Ular o'sha yerda turishdi, 25 minut, 30 minutda jang tugadi. 7 marta bayrog'ini ontarishdi musulmonlar, mushriklarda. G'alaba bo'ldi. Payg'ambarimizning qo'l ostidagi sahobalar hammasi itoatda turuvdi, payg'ambarimiz gapidan chiqishmadi, 50 tasi o'rnida turuvdi, yutdi. Alloh taolo 25 minutda g'alabani berdi. 1 soatdan bo'lmagan ekan Uhud g'azoti. Qo'lab ketishdi, o'ljalar yig'ishni boshladi, bular dunyoga bo'lgan muhabbat qo'zib ketdi. Dedi, o'ljadan qolamizmi dedi, yuringlar biz ham teramiz dedi. Rasululloh manaqa deganda, yo'q dedi, eslinglar bo'lganda bizga o'xshab. Rasululloh urush bo'layotganda jinnaylar dedi, urush tugadi, endi tushaveraylik deydi. Yo'q, u domla manaqa degan bo'lsa kerak. Domla bo'lmaydi deb sen qilayotgan ish desa, yo'q, u Qastomondan qarashga bog'liq u. Aytilanda mumkin emas, bo'ldi bo'lish kerak. Yunus alayhisalom qavmini, inshaalloh mana keyingi suhbatlarda gaplashamiz. Qavmini Allohning izsiz tashlab chiqib ketuvdi, baliq yutib yordimi? Demak, biz ota-onamizni bir dilini ranjitib ko'chaga chiqib, oyog'imizni qayirib olsak, bu Alloh taolo bizga mehribonligi bo'ldi. Alloh dunyoda bandasini qilgan xatosiga jazo bergan bo'lsa bir marta, qiyomatda jazo bergani Karim zot ekan, bermas ekanlar yoqda. Parvardigor dunyoda agar qilgan aybimizga jazo bermagan bo'lsa, bitta rahim shafqatini chashib qo'yib turib bu dunyoga. Ana shu bitta rahim shafqati bilan azoblamadimi? U bittani olib qo'yib 100 ta qilib qo'ygan joyda tem bo'lib azoblamas ekan. Robbimizga suyanishni o'rganaylik.